5-sinf mashq daftari aralash sonlarni qo'shish ayirish 67-sahifa 4-topshiriq. Misollarning yechilishini boshlaymiz. Demak, matnli masala ekan. Idishda 4,5 dan 1 litr suv bor. Idishni to'ldirish uchun unga yana 1,8 dan 3 litr suv quyish kerak. Idishning sig'imi necha litr? Demak, idishning sig'imini qandaydir biz buni sal kattaytirib olaman. O'zimizga qulay bo'lgan qandaydir bir harf bilan belgilab olsak, deylik o'zi hajmni V harfi bilan belgilab olamiz. Tak. V harfi bilan belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Hajmni V teng, deylik 4,5 dan 1 qo'shilgan 1,8 dan 3 deb qo'yib olsak bo'ladi. Endi 4 ga 1 ni qo'shamiz. 4 plus 1 tak qo'shilgan 1/5 plus 3/8 teng. 4 ga 1 ni qo'shsak 5. 1 plus 3 taqsim bu mahraj berishimiz kerak. 1 bu yoqqa 8, bunga 5 dan. 8 qo'shilgan 15 taqsim 40 teng. 5 qo'shilgan 23 taqsim 40 teng 5,40 dan 23 litr bo'lar ekan. Tak, navbatdagi Rasul aka 6,5 dan 3 kilogramm guruchning 3,2 dan 1 qismini palov uchun ishlatdi. Demak, ayirib tashlaymiz. 6,5 dan 3 ayiramiz. 3,2 dan 1 teng. 6 minus 3 qo'shilgan 3/5 minus 1/2 teng. Xo'p, bu 3 plusdan bunga 2 dan bunga 5 dan. 6 minus 5/10 teng. 3 plus 1/10. Ya'ni 3,10 dan 1 yoki bo'lmasa 3,1 kilogramm qoldi. Tak, keyingi masalaga o'tamiz. Mansur 2,8 dan 7 kilometr masofaga yugurdi. Salim esa Mansurga qaraganda 4/5 kilometr kam yugurdi. Demak, Mansur 2,8 dan 7 kilometr yuguribdi. Salim Mansurga qaraganda kamroq yugurgan ekan. 2,8 dan 7 ayirib tashlaymiz. 4/5 teng. Demak, buni butun qismi 0 bo'lganligi sababli 2 qo'shilgan tak, hop, qavs ichida 7/8 minus 4/5 teng. Bunga 5 dan, bunga 8 dan. 2 qo'shilgan mahrajimiz 40. 35 minus 24 teng. 2 qo'shilgan 35 dan 24 ni olib tashlaydigan bo'lsak 11/40. Bu 2,40 dan 11 kilometr degan javobda to'xtalamiz. Keyingi misol. Arqon 4,4 dan 3 va 2,10 dan 7 o'lchamli ikki qismga bo'lindi. Arqonning uzunligi. Demak, mana bu arqon bu yog'i tak 4,4 dan 3 metr bo'libdi. Bu yog'i 2,10 dan 7 metr bo'ldi. Umumiy uzunlik mana bu qismdan bu yergacha. Ikkalasini, demak, buni masofani L1, buni L2 deydigan bo'lsak, umumiy masofamiz L1 plus L2 ga teng bo'ladi. L teng 4,4 dan 3 qo'shilgan 2,10 dan 7. Odatda masofani L harfi bilan belgilasak bo'ladi. Birligi metr yoki kilometr. Teng 4 qo'shilgan 2 qavs ichida qo'shilgan 3/4 qo'shilgan 7/10 teng. Bunga ikkalasi 20 ga keladi. Bunga 5, bunga 2 beramiz. 6 qo'shilgan 15
qo'shilgan 14 taqsim 20 teng. 6 qo'shilgan 29 taqsim 20. 6 qo'shilgan 1,20 dan 9. 7,20 dan 9 degan metr bo'lar ekan. Buni o'nli kasrga aylantirib qo'yadigan bo'lsak, 7 qo'shilgan 9 taqsim 20. 20 ni 5 ga ko'paytirsak, demak 7 qo'shilgan 45 taqsim 100 bu 7,45 metr degan javob kelib chiqar ekan. Endi navbatdagi misol. Jasurning bo'yi, demak Jasur 1,5 dan 3 metr. Umidaning bo'yi deydi. Demak Umida. Umidaning bo'yi Jasurning bo'yidan uzunroq ekan. Demak 1,5 dan 3 qo'shilgan 1 taqsim 4. Demak butun qism 0 bo'lganligi sababli 1 plyusdan qavs ichida 3 taqsim 5 qo'shilgan 1 taqsim 4. 3 taqsim 5 1 taqsim 4 teng. Xo'p, 1 plyusdan bunga 4, bunga 5. Xo'p, 12 qo'shilgan 5 taqsim 20 teng. 1 plyus 17 taqsim 20. 1,20 dan 17 metr bo'lar ekan. Nargiza opa 5 metrli matodan, demak, parda tikkan bo'lsa 5 minusdan 2,8 dan 7 qilamiz. Demak, misol uchun mana buncha matoyimiz bor edi. Shundan mana shunchasini kesib oldi. Mana shunchani kesib oldi. Kesib olsa bu yoq ketdi. Faqat bizda mana bu qism qoladi. Umumiy 5 metr edi. Bu yog'i 2,8 dan 7 metr bo'lgan. Shunda bu ayirib tashlaganimiz qoladi. Ana shu bu yoq tomonda. Xo'p, buni mahraji 8 ko'rinishida yozamiz. Bitta kamaytiramiz. 4,8 dan 8 minus 2,8 dan 7 teng. 4 minus 2 plus 8 minus 7 taqsim 8 teng. 2 plus 1 taqsim 8, ya'ni 2,8 dan 1 metr qolgan ekan. Shu bilan 4-topshiriqni ham yechib tugatdik.